Homiladorlikda qon ketishi bu normal holatmi? Bu qaysi homiladorlarda bo'ladi yoki bo'lmasa kimlarda bo'lmaydi? Qachon biz ginekolog ko'rigiga boramiz? Qachon biz uy sharoitida davolanamiz? Keling shu haqida gaplashamiz. Qisqacha o'zim haqimda tanishtirsam, men Go'zal Axrarovna 15 yillik stajga ega ginekolog, o'zist, mammolog va reproduktologman. Endi mavzuga qaytsak, homiladorlik davrida qon ketishi normal holat hisoblanadimi? Ming afsuski bu noto'g'ri. Sababi homiladorlik davrida umuman ayollarda qon kelmasligi kerak. Qaysi ayollarda qon kelishi mumkin? Qachonki homiladorlikdagi o'sha bachadonni ikki shoxli yoki bo'lmasam endometriy qavati ikki qavat bo'lgan ayollarda, ya'ni ikkita shoxli bo'lgan ayollarda qon ketishi normal hisoblanadi. Sababi ularda bitta shoxida homila bo'ladi-da, ikkinchi shoxidagi homiladorlik kuzatilmaganligi uchun ana o'sha qavatdan har oyda hayz kelib turishi hisobiga bularda normal hisoblanadi. Qolgan holatlarda umuman normal hisoblanmaydi. Qachon ayollarimiz ginekolog ko'rigiga borishlari kerak? Homiladorligimiz 3 ta trimestrdan iborat. Birinchi trimestrda ketgan qon agarda rangi qizil, jigarrang bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta ginekolog ko'rigiga borishlari shart. Sababi bu homiladorlik tushib qolishini belgisi hisoblanadi. Uy sharoitida nima qilishimiz mumkin deyishlari mumkin. Bunday holatlarda asosan pastelniy rejim qilish kerak va ayol kishiga tinchlantiruvchi valeriyanka berib, albatta qon ko'payadigan bo'lsa ginekologga borish kerak. Ikkinchi trimestrda bo'lsa, qon ketganda, ya'ni 12 haftadan boshlab 28 haftagacha bo'lgan oralig'ida qon ketishlarda bunda kutilmaydi. Albatta ginekolog ko'rigiga borish kerak. Sababi bunday holatlarda yo'ldosh ko'chish belgisi bo'ladi va yo'ldosh ko'chgandan so'ng qon to'xtatib bo'lmaydi. Bu esa o'z navbatida bolani ichida nobud bo'lib qolishiga va keyinchalik asorat bo'lib matkani olib tashlashga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. 3-trimestr, ya'ni 28 haftadan boshlab to 40 haftagacha bo'lgan oralig'dagi ayollarimizda, ya'ni tug'ruq davriga kelgan ayollarimizda ham qon kelmasligi kerak. Agarda qon keladigan bo'lsa, bunda ham uy sharoitida davolanmaydi. Albatta ginekolog ko'rigiga borishlari kerak. Agarda 36 haftadan o'tgan bo'lsa ayollarimiz, ya'ni tug'ruq periodiga kirgan bo'lsa, ularda normada ham shilimshiqsimon qizil vyudeleniya kelishi mumkin. Bu qachon keladi? O'sha og'riq boshlangan paytda, ya'ni dardli og'riqlar paytida keladigan vyudeleniya ozgina pushti rangli bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Ya'ni bu bachadon bo'ynini ochilishini belgisi hisoblanadi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.